2 yanvar kuni Xitoy Markaziy televiziya stansiyasi Shi Jinpingning 2023-yil haqidagi yangi umidlari qatorida uning Hong Kong va Sharq Turkistonga borganda so'zlagan so'zlarini to'plab e'lon qilgan. Shuningdek, buningga rais Shi Jinpingning Hong Kong va Xinjiang haqidagi yangi qarashi deb mavzu qo'ygan. Xitoy Markaziy televiziya stansiyasi e'lon qilgan qisqa videoda Shi Jinpingning Hong Kongdagi xizmat ziyorati jarayonida so'zlagan so'zlar qatorida Hong Kong hozir qalaymaqonchilikqa xotim berib parlaq kelgusiga yuzlanmoqda deganligi alohida gavdalantirilgan ekan. Bu orqali Hong Kongdagi demokratiya va qonun orqali idora qilishni talab qilish namoyishining zo'rliq kuchi bilan bostirilishi pardozlab ko'rsatilgan. Shu qatorda Sharq Turkiston haqidagi bo'lakda millatlarning ittifoq bo'lishi hamda anarning tanisidek zich uyushi alohida ta'kidlangan. Bu orqali Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda ijro qilinib kelayotgan turli siyosat va tadbirlarning mushu yo'sinida davom bo'lganligidan bishorat berilgan ekan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy kengashi 2022-yil e'lon qilgan dokladda Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi qilmishlari insoniyatga qarshi jinoyat deb ko'rsatilgan. Yevropa Birlashmasi Xitoyni texnik unumli Xitoy virusi vaksinasi bilan haqsiz ta'minlaydiganligini bildirgan. Ammo Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Mao'ning 3-yanvar kuni Xitoyda davlat ichidagi vaksina ishlab chiqarishning yetarli ehtiyojini qondira oladiganligini o'ttirib qo'yib, Yevropa ittifoqining yordamini rad qilgan. Angliya pul muomala vaqt gezitining 3-yanvar kuni xabar qilishicha, ismini oshkorlashni xohlamagan Yevropa komissiyoni amaldori bu taklifning Yevropa ittifoqidagi 27 davlatning sahiya xodimlarining 3-yanvar kuni yig'indan bir qancha kun burun o'ttirib qo'yilganligini, Xitoy virusining variantlarini bartaraf qilish uchun ommaviy sog'lomlik bilimlarini o'rtoqlashish va vaksina i'ona qilish qatorliq ishlar uchun Xitoy amaldorlari bilan aloqalashganligini, lekin Xitoydan hech qanday javob kelmaganligini bildirgan. Uyg'ur Akademiyasi vaqti yaqinda Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan Istanbulning Safaköy rayonida ishxona ochgan. 25-dekabr kuni Xalqaro Uyg'ur Akademiyasining raisi doktor Rishad Abbas, Uyg'ur Akademiyasi vaqtining raisi doktor Farhad Qurban Tangirtog'li boshchiligida Uyg'ur Akademiyasi vaqtining idora hay'at a'zolari yangi ishxonasida yig'in ochgan. Yig'inda Uyg'ur Akademiyasi vaqtining 2022-yillik xizmat doklati anglab o'tilgan va 2023-yillik xizmat plani to'g'risida muzokara olib borgan. Saudiya Arabistoni qattiq yomg'ir sababidan Makka, Madina va poytaxt Riyod qatorliq bir qism rayonlarda o'quv-o'qitish ishlarini tor orqali elib berish qaror qilingan. Saudiya Arabistonining Madina rayonida atiganda boshlangan qattiq yomg'ir kalkunga sabab bo'lgan. Aloqador mas'ullar fuqarolarning daryo bo'ylaridan yiroq turish kerakligi haqida ogohlantirish e'lon qilgan. Saudiya Arabistonining rasmiy xabar agentligining bildirishicha, yomg'ir sababidan poytaxt Riyodning ba'zi joylarida shundaqli Makka va Madinada ma'arif xizmatlari tor orqali davomlashadiganligi e'lon qilingan. Muhojiratga Uyg'urlar orasida Uyg'ur tilining iste'mol doirasi kundan-kunga torayotgan bo'lib, Uyg'ur tili hozir intayin xavf ostida qolmoqda. Ona tilimizni qanday qo'g'daymiz? Uyg'ur tilimizni qo'g'dashni oldi bilan o'zimizdan boshlashimiz kerak. Birinchi, vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlar cho'qim har kuni Uyg'urcha xabar, maqola va kitob o'qishga oz bo'lsin vaqtini alohida sarf qilish kerak. Shundala har bir Uyg'ur o'z tilining ravon va jonliqligini, Uyg'urcha tafakkur va fikr qilish usulini saqlab qola oladi. Ikkinchi, Uyg'urlar oilada o'zaro cho'qim sap Uyg'urcha so'zlashga ahamiyat berish. Bolalar tushunolmay qolarmikin deb yot tilni hargizmi aralashtirib olmaslik kerak. Uyg'ur bolalarining Uyg'ur tilini ravon so'zlay olishi va Uyg'ur savodining chiqishini ota-ona eng muhim ish qatorida ko'rib, farzandlarga yordam qilish kerak. Shundala keyingi avlodlarning ravon Uyg'urcha so'zlay olishi va Uyg'urcha o'qib yoza olishiga kafolatli qilgani bo'ladi. Uchinchi, har kasbdagi magistr va doktorlarning o'z kasbiga oid burun nashr qilingan kasbiy Uyg'urcha kitoblarni izlab topib o'qish kerak. Har kim o'z sohasida kasbiy bilim qurilmasiga tayinib, qisqa kasbiy maqolalarni yozib turishi va Uyg'ur tilining so'z yasash aloyidaligi bo'yicha Uyg'urchada bo'lmagan yangi kasbiy atalg'ularni ijod qilishga kuch chiqarish kerak. Agar yasalgan so'z Uyg'urchaning til qoidasiga va kasbiy ma'nolarga tushib qolsa, Uyg'urlar tarafidan tezda o'zlashidi. Uzoqqa qolmay Uyg'ur tili lug'at tarkibiga qo'shilishi mumkin. Shundaqla Uyg'ur tilining ma'arifda va fan texnikada ishlatkili bo'ladigan til ekanligini yodlarga isbotlab, Uyg'ur tilining takror Uyg'ur ma'arifida va Uyg'ur tadqiqotchilarining kasbiy kitoblarida ishlatilganligini qayta ko'rgili bo'ladi.